onasiga qarab qizini ol deyshadi-yu. O'zi aslida otasiga qarab o'g'liga qiz uzatinglar. Sabab bu ayol zoti borki, bir-biriga ensasini qotiradi, bir-biriga piching gap qilib yuradi. Hatto ona bolalar ham, opa singillar ham bir-biriga ensasi qotadi baribir. O'sha qaynini kelin kelisha olmayotgan paytda u kuyov xotinini o'chirish mumkin kelinni, lekin qaynanani baribir o'chira olmaydi, o'chirib qo'ya olmaydi. Qaynata uyda mujik bo'lsa, hammani ovozini bitta o'chiradi, yengitdan yana hayot ketaveradi. Bu qaynatani gapi o'tmaydigan xonadonda qaynopa, qayni singillar ham mana shu qaytib kelib olib, xohlagan ishini qiladi kelin bilan. Agar shunaqa sharoitga tushib qolgan kelinlar bo'lsa, maslahatim umuman bo'shashmaylar. U xonadon sizlarniki. Shunaqa holatlarda rus ayollar zo'r chora ko'rar ekan bor-ku. Hech qanaqasiga o'sha uydan qimillamasdan o'sha uyga kelishiga bezitib qo'yar ekan o'sha kelib jinnilik qiladigan qaynopa, qayni singillarni. Sizlar ular arazlab ketib, bularni xursand qilmanglar. Uylarda mahkam o'rnashib olinglar. Oilaviy muammolarni yoritib boraman, obuna bo'linglar.